Bugün okuyduğum kitabımızın ismi İki Dost. Bir günü cüce dostu ödekning uyiga o'ynoqni beribdi ve "Ay ödek adaş, talaga chiqay, bugün havo bek yaxshikan, talada o'ynaylik" debdi. Ödek xo'shalligidan ma'qul bo'pti-da, ular talaga chiqib o'ynashga boshlabdi. Ular qo'l tutishguncha daryo bo'yiga qarab minibdi. Shu asnoda ödekcaq: "Adaş, daryoning u ketiga berib o'ynaylik, u yerda bek bez narsalar bor" degunicha suv poltonmada tushib uzishga boshlabdi. Shuning bilan chujini chaqiribdi. "Hey juja, tusha, nimish tushmaysan? Tusha" debdi. Juja nayt afsuslangan oldu. "Men suzishni uqmayman" debdi. Shuning bilan o'rdek, endi qanday qilsam bo'lar deb o'ylabdi-da, qalbisiga bir xiyol kelibdi. Adaş, sen meni dumbamga chiq, men seni suvdan yutib o'tkazay. Qanday debdi. Shuning bilan chuja buningdan bek xushal bo'pti-da, o'rdakning dumsiga dik sakrab chiqib o'tiribdi. Ular shunday rohatlangan holda suv daryodan kesib o'tibdi. Ular daryoning o'qida o'tgandan keyin bek xo'shlashib, saklashib ketibdi. Chuja, "Rahmatjimo o'rdek adaş, sen bek no'chkansan, meni ko'tarib daryodan o'tkazding" debdi. Shuning bilan ular shunday xo'shal o'ynabdi, u yerda mazlik, har xil yozgi qurtlar deb yeyapti. Shunday xo'shal o'ynab, saklab, taqlab o'ynabdi. Ushtum tutla o'rdek bir ko'lchakka, o'rakka do'kka tushib ketib qolibdi. U o'rak xeyli cho'nqir ekan. O'rdek saklasam chiqmabdi, yonbosam chiqolmabdi. Shuning bilan bek qo'rqib yig'lab ketibdi. "Endi qanday qilmayman bu o'rdakdan, bu o'rakdan chiqolmasam" debdi. Shuning bilan chuja buning texim titildab ketibdi. "O'rdek adaş, yig'lamana, men o'ylab boqay" debdi-da, qalbisiga bir xiyol kelibdi. Men bildim. Endi men yig'lamay deb qalbisini ishlatibdi-da, yugurib berib, bu o'rjakni suv bilan to'shqizishga boshlabdi. U daryodan suv akabdi-da, ko'lchakka to'kabdi. Yana daryodan suv akabdi-da, ko'lchakka to'kabdi. Ko'lchakka suvni to'kkan siri o'rdakmi egiz o'rlabdi. Suvni chiqibdi, o'rdak yana egizlabdi. Suvni quyibdi, yana suv chiqlabdi. O'rdak egizlabdi. Shunday qilib, o'rdak tez holda u o'rakdan chiqibdi. Shuning bilan bek xush bo'lib ketibdi. "Rahmat Jo'jadash, sen meni qutuldirib qolding" deb, "Yey" deb ikkisi xushal bo'lib saklashib, taqlashib ketibdi. Ular shu o'yinig'incha yana xushal o'ynab, bir kunni nayt ko'ngilli o'tkazib, qo'l tutishib, nayt xushal holda naqsh etgancha uyga qaytibdi. Va 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 deb.